Ramazon oyi 19 fevraldan boshlanadi. 2026-yilda muborak Ramazon oyining boshlanishi 19 fevral kuniga to'g'ri keladi. Bu haqda muborak Ramazon oyini munosib tarzda o'tkazish to'g'risidagi prezident qarorida aytiladi. Qayd etilishicha, sanani belgilashda O'zbekiston musulmonlari idorasining axboroti ma'lumot uchun qabul qilingan. Qarorga ko'ra, bu yilgi tadbirlar Ramazon mehr-muruvvat, ahillik va shukronalik oyi degan ezgu g'oya asosida tashkil qilinadi. Uning doirasida kam ta'minlangan, ehtiyojmand, ijtimoiy himoyaga muhtoj insonlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, mahallalarni o'zaro hurmat, hamjihatlik, adolat va tarbiya maskaniga aylantirish, yer, suv, havo va tabiat muhitini asrash, muqaddas qadamjolar, ziyoratgoh va qabristonlarni obod etish kabi tadbirlar o'tkaziladi. Shuningdek, Ramazon oyi bilan bog'liq tadbirlarni isrofgarchilikka yo'l qo'ymasdan ixcham, mazmunli va tejamkorlik asosida o'tkazishga alohida e'tibor beriladi.